German tilida yordamchi so'zlar. Yordamchi so'z deganda germancha Hilfswort deymiz. Ya'ni bu taq shekli bo'lgan chog'da. Agar buni ko'plik shekli, eng teki qarasanglar, Hilfswörter, ya'ni yordamchi so'zlar bo'ldi ko'plik shekli. Endi har qanday bir chet el tilini o'rganish uchun, ya'ni ana tilimizga qancha pishiq bo'lsak, chet el tilini shuncha yaxshi o'rganalaymiz. Shunga bu temaga boshlashdan burun bizning Uyg'ur tilimizda yordamchi so'z degan nima, uni qanday yerda ishlatamiz va qanday turlari bor deganni bir qisqacha ko'rib o'taylik. Avval men bergan misol jumlalar qaranglar. Birinchi jumla: Men bugun german tilidagi yordamchi so'zlar to'g'riliq so'zlayman. To'g'riliq, to'g'risida, haqida masalan. Til o'rganishda o'qishni ham yozishni ching tutish kerak ham. Üçüncüsü, vatan üçün, xalq üçün xizmat qilish men üçün sharaf, ya'ni üçün degan so'z qaranglar. Odam mangu yashamaydi, lekin uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoldi, lekin bu qatimqi ofatda xalqning mol-mulki ziyonga uchradi-mu? Mu degan so'z. Ya'ni mu desa hech qanday ma'no ifodalaymaydi, ammo bu yerda bir savol ma'nosi qo'shildi jumlaga. Ya'ni mushu misol jumlada seriq rang qilib qo'ygan so'zlar: to'g'riliq, ham, üçün, lekin, mu deganlar, ya'ni Uyg'ur tilimizga yordamchi so'zlar bo'ldi. Endi bu yordamchi so'z degan zodi nima desanglar, tilimizda o'z oldiga jumla bo'ligi bo'lib kelinmaydigan, faqat mustaqil so'zlarga yoki jumlalarga qo'shilib, qo'shimcha ma'no bildiradigan so'zlar umumlashtirilib yordamchi so'zlar deb ataldi. Bu yordamchi so'zlarning qanday alohidaliklari bor deganda, yordamchi so'zlar leksikalik ma'no ifodalamaydi, ayrim qo'llanilmaydi. Ma'no ifodalaydigan so'z, ya'ni mustaqil bir so'zga yoki bir jumlaga to'liqlash yoki ma'nosini texmi ro'shanlashtirish degandek rollarni o'taydi. Andan keyin yana so'z va jumlani bir-biriga bog'laydi. Endi Uyg'ur tilimizda yordamchi so'zlarning qancha turi bor desanglar, 3 turi bor. Birinchisi tirkalmalar yoki so'z orqa qo'shimchalari desanglar bo'ldi. Ikkinchisi bog'lovchilar, uchinchisi yuklamalar yoki ulanmalar. Endi bularning hammasini umumlashtirib yordamchi so'z yoki bog'lovchilar deb bilsanglar bo'ldi. Bog'lovchi so'zlar deb ham bilib tursanglar bo'ldi. Endi yon tarafga qarasanglar, sol tarafga misollar berdim. Masalan, bu grammatikalik atalg'ular bo'lgandan keyin pek bilinmay qolishinglar mumkin yoki esinglar tutolmay qolishinglar mumkin. Misollar bilan esimizni tutishga tirishaylik. Masalan, tirkalma degan vaqtida bilan, to'g'riliq, haqida, oid, uchun degandek so'zlarni biz tirkalma deymiz. Bog'lovchilar degan nima deganda bilan va lekin yoki shunga, ya'ni ko'pincha vaqtda jumlalarni bir-biriga bog'laydi. So'zlarni yoki jumlalarni bir-biriga bog'laydi deb tushunsanlar bo'ldi. Uchinchisi yuklamalar yoki ulanmalar. Yuklamalar yoki ulanmalar. Endi bu qarasanglar, men bir necha turni berdim. Mu, chu, ma, du, g'u deganlar savol bildiradi. Masalan, bir o'rnak jumla ko'rdik boshda. Mu, masalan, sen topshiriqni ishlab tugatdingmi? Ya'ni bu savol ma'nosini berdi shunaqa. Tik qarasang, g'u-qula, kuchaytirish, ta'kidlash ma'nosini bildirdi. Masalan, bu videoni bugunla ko'ringlar. Bugunla, ya'ni bugunni kuchaytirish ma'nosini bildirdi la qo'shimchasi. Za, yu degan qo'shimchalar ta'ni qilish. Masalan, sen za yana gap anglamabsan deganga o'xshash jumlalarda masalan, sen za, ya'ni ta'ni qilish, norozi bo'lish, ayiblash ma'nolarini ifodalaydi. Ha, da, ta, ajablanish, hayron qilish. Bu ishni asli sen qilib ekansan-da, ya'ni ajablanish, hayron qilish. Masalan, oxirgisi mu, ya'ni fe'ldan boshqa so'zlarga ulanib, ma'ni kuchaytirish, ta'kidlash ma'nosini bildirdi. Masalan, bu ishni menmi angladim. Bu ishni senmi qila olaysan deganga o'xshash, ya'ni kuchaytirish ma'nosini bildirdi. Mana bular Uyg'ur tilimizga yordamchi so'zlar va ularning turlari. Bilib oldinglar-ku, ham esinglar keldi bu grammatika. Endi biz german tiliga kelaylik. German tili yordamchi so'zlar. Men bu videoda faqat so'zlarni berdim, jumla bermadim. Keyingi videoda men sizlarga mushu so'zlarga har birisiga bir necha jumla orqali misol keltirib tushuntirib o'taman. Avval mush so'zlarni va ma'nosini bilib olaylik. German tilidagi faqat akuzativ oldigan yordamchi so'zlar: für, uchun, ohne, suzsiz, ya'ni masalan, tomoq tuzsiz bo'lib qopti, qahvani shakarsiz ichaman deganga o'xshash yerlarda ishlatiladigan siz, suz degan so'z, qo'shimcha, ya'ni yordamchi so'z deb bilsanglar bo'ldi. Gegen degan qarshi degan gap. Entlang, bo'ylab, dur, arasidan, bis, g'icha, atrofida. Tövendikiler bo'lsa faqatla dativ oldigan yordamchi so'zlar: mit, billa, birlikda, aus, din, tin.
zu, a, bay, da, de, ta, te. Mesela mende, sende, onun üyde deyin oxşaş yerlerde işletkili buldum. Zeit, din beri, tin beri. Mesela 2 yıldan beri, 5 gündən beri deyin oxşaş yerlerde işletimiz. Yani vaxt, Zeit'den keyin köpince vaxtda vaxt kildi. Vaxtını bildirdiğin sözler kildi. Gegenüber, karşısında. Әмде төвәндік сөзлерimiz болса, hem кейниге, yani hem akuzatif aldı, hem datif aldı. Hem bir yerde bir nəsini düşündürüp ötsem, mesela bizim Uyghur tilidagi yardımcı sözler avval şu söz kildi, keyindin yardımcı sözler kildi köpinci vaqtda. Ama bu German tilida mesela avval yardımcı söz kildi, keyinige isimler yoki boshqa so'zlar keldi. Ya'ni yordamchi so'zning keyiniga boshqa so'zlar keldi. Faqat entlang degan o'xshash bir necha alohida ahvol bor. Ular ismning keyiniga keldi, ya'ni. Bu grammatikalik tushuncha. Buni keyingi videoda misollarni tushundirgan vaqtida texnik aniq tushuna olasizlar. Hozir bu so'zlarni bir so'zlik so'z shaklida ma'nosini bilan qo'shib bilib olsanglar bo'ldi. Endi bu hozir tuvandagi deydiganimiz german tilida ham akuzativ ola oladigan, ham dativ ola oladigan yordamchi so'zlar. Mesela in, akuzatif ma'nosini bildirgan vaqtda, ya'ni keyiniga akuzatifni bildirgan so'zlar olgan vaqtida tarjima qilgan vaqtimizda g'aqa, gaka deb tarjima qilamiz. Datif bo'lganda ichida. Ya'ni mushunga qarasanglar, akuzatif degani yo'nalishni ifodalaydi. Datif bo'lganda bulunma, ya'ni o'rin, yerni ifodalaydi. Ashta tarjima qilsanglar bo'ldi. Mesela in degani g'aqa, gaka akuzatif bo'lganda, datif bo'lgan vaqt ma'noni ifodalaganda ichida. Auf degani ustiga, datif bo'lgan vaqt masalan ustida. An yeniga yoki yenida. Über ustiga, ustida. Hinter orqasiga, orqasida. Neben yeniga, yenida. Unter ostiga yoki ostida. Vor oldiga yoki oldida. Switchen arasıga yoki arasida. Ya'ni akuzatif ma'ni keyiniga akuzatif kelimalarni olgan vaqtida qanday ma'ni tarjima qilamiz, datiflik kelimalarni olgan vaqtida qanday tarjima qilamiz, mushunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Qayta bir o'qib bilan o'taylik. Bu videoning maqsadimiz mushu german tilidagi yordamchi so'zlarni asosliq, ya'ni ko'p qo'llaniladigan yordamchi so'zlarni so'zlik shaklda bilib olish. Chunki keyingi videoda men jumla orqali texnik tafsilot tushuntirib o'taman. Hozir qayta o'qib o'taylik. German tilida yordamchi so'zlar. Für uchun, ohne, so'z, siz, gegen qarshi, entlang bo'ylab, durch arasidan, ichidan, bis gacha, atrofida, mit billa birlikda, aus din tin, zu a, bei da ta ta, Zeit din beri tin beri, gegenüber ma'lum narsaning qarshisida, in g'aqa gaka yoki ichida, auf ustiga yoki ustida, an yeniga yoki yenida, über ustiga yoki ustida, hinter orqasiga yoki orqasida, neben yeniga yoki yenida, unter ostiga yoki ostida, vor oldiga yoki oldida, zwischen arasiga yoki arasida. Emse bu video shunchalik bo'lsin. Keyingi videoda men sizlarga yordamchi so'zlarni jumla ichida tushuntirib o'taman. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.